Qaranglar, choyga suv ovqatga xabardor bo'lib turlar. Shashlikmi? Olib kir, tezlashtir. Go'shtni yog'lanib qo'yganmisizlar? Qaranglar, kamchilik bo'lmasin. Nozim mehmonlar kelyapti. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Necha yillarda odam ko'p. Ramazonda hamma iftorlik qilib savob olgisi keladi-yu. Mana bari iftorlik qilib savob olaylik deb o'tirdim. Ramazonda shunaqa iftorlik qilinadimi? Ha, qizim? Amaki, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Biz oyimni har kuni saharlikka, iftorlikka suvni og'iz yopib, suvni ochamiz. Yeyishga hech narsamiz yo'q. Bizlarni ro'zamiz Alloh qabul qiladimi? Qizim, Xudo xolisa albatta qabul bo'ladi. Yaxshi o'tdi oldik. Bo'pti, xo'p. Alaykum assalom. Yaxshimisiz qo'shni, sizga rahmat aytgani chiqdim. Rahmat, kecha ancha-muncha narsa chiqazib yuboribsiz. Kecha mazza qilib ovqatlandik. Ha, arzimaydi. O'zi chiqmoqchi bo'lib turdim. Kecha iftorlikka kazo odamlarni chaqirib, yo'q, qo'shnimizdan xabar olish esdan chiqibdi. Zakot puli yig'ib qo'ydim. Shuni oling, kamchiliklaringizni ishlatasiz. Ey güzel Allah